Hammaga salom. Bitta uniform menga bu qisqa otdilar. Xo'p bo'ladi deb qizlarni qabul qilishga tushib ketdim. Ularga mana shunaqa bitta naqadar kichik kerak ekan. Chiroyli qilib joylashtirib beramiz. Nima shunaqa kichkina matn varroli bloknotchilarimizdan keldiqsda kimga kerak bo'lsa bemalol qisqashini mumkin. Farqlarimiz shunaqa, shunaqa yaltiroq to'p varrosi bo'lsin matn varroli. Dann qo'ydik. Ekan shunaqa gulli pechat bilan sertifikali pechatimizdan ham berdik. Keyin ularga mana shunaqa ko'pringdan solib berdik. Ustiga mana shunaqa qog'oz ham beramiz. Nega bizni xo'jalar videoni oxirigacha ko'rsanglar maslik tushuntirib beraman. Ya'ni Google chetidagi narsasini ma'noga kire bilan yopishtiradilar. Men ularga buni ham tushuntirib o'taman. Ikkiga buni tushuntirib beraman. Endi videoni oxiriga beraman. Buni chetini ozgina yondirasizlar. Shko'k bilan yondirib uftisizlar, bo'yifizlar. Nima shunaqa qilib bu kuyadi. Keyin uni ichiga solib qo'ysak ham to'g'ri bo'ladi. Ustiga salfetka qo'yasizlar. Hamdiki gugurtda nimasi bo'ladi-yu, gugurtda chetidagi yondirish uchun. Qo'linglarda tug'ilgan kuni o'rtoqlar qo'linglarda o'tishani yondirish uchun shkalkasi bo'ladi. Shkalkasini shiqillatib, yemashga yondirsalar, bir chekkasidan yondirsalar, u yonib ketadi. Keyin korovkasi yonmaydi. Keyin ichidan mana shu bokslar chiqadi. O'ylaymanki, hammasi yaxshi. Boks bilan to'plantirilishi uchun mana shu yozuvli narsani beramiz. Boksimiz yoqgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Islar ham albatta zakaz beringlar.